Navbatdagi yukimizni Namanganga chiqarib yuboryapmiz. Bu o'zi aslida avtomat edi. Tagiga patnas qo'yib berdik. Ruchnoy holatiga keldi. Nasl olish uchun mana qafas qilganmiz. Tovuqlardan, zotor tovuqmi, любой tovuqdan. Bu aslida nasl olish uchun o'ylab topilgan qafas. Tuxumini yeb qo'ymasligi uchun ardimanka qilganmiz. O'sha orqasiga dumalab tushib ketadi. Ba'da cho'qib yeyolmaydi. Ko'rinishi ham juda chiroyli chiqqan. Bitta akamiz olyaptilar. Ishxonamga qo'yib qo'yaman. Tepasiga naves qilib deyaptilar. Ishchilarimiz yeydi tuxumini deb. Marhamat, mana kimga zarur bo'lsa qilib beramiz. Bu aslida o'zi avtomatika chiqqan. Shunaqangi yem razzachalari ham bo'ladi. Tagida lenta bo'ladi. Xohlang ruchnoy, xohlang avtomat mana shu holatda bo'ladi. Paylkalarini ham ko'ring. Hammasida bor. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Kimga zarur bo'lsa qilib jo'natamiz. Narxi endi buni to'g'ri soniga qarab chiqadi. Mana shu holatda oladigan bo'lsangiz 5 millionga sotdik shu holatini. Agar endi siz ko'proq liniya qilib 30 metr 50 metr joyga qilib qilaman desangiz ozroq chiqishi mumkin. Kompyuterda hisoblash kerak uni. Oxirlari ham mana chuqur bo'lgan, yemini socha olmaydi. Qiyshaytirib yormasdan bir xil qilib qo'yib turib tepasiga chiqib olasizlarmi kishi? Sekin sekin. Kaykiras bitta laboga sig'ar ekan. Bo'ldi.